Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Mana keyingi zakazlarimizni Eshiromlarda Oltinko'l shahriga olib keldik. Bu 5 ta eshik olib kelib, bir akamizga internet orqali yo'l yoqtirgan ekan. Mana Hayte Pasonda mana shu ikki chizoq Hayte Pason mana ko'rib turganinglarda juda chiroyli chiqdi. Shuni yoqtirib, mana shundan zakaz qildik. Kvadratini 700 ming so'mdan. Bitta eshikni 1 million 400 ming so'mdan qildik. Bularda daborlari ham bor. Daborlarni har bitta eshikka 700 ming so'mdan qo'shilib qoldi. Mana shu 5 ta eshik dabori bilan birga 10,5 million bo'ldi. 10 million 500 ming bo'ldi. Ko'rib turibsizlar. Daborning orqasi mana shunaqa bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqdi. Mana chekamiz ichida kichikroq uchun kichikroq bo'lib qoladi. Juda ham chiroyli. Ular har bittasi ochilib yopilishlari ham juda ham yaxshi. Bemalol ochilib yopilaveradi. Oynalar taraqlamaydi, mana germetiklangan. Mana bu yerda ham dushovoyda ham bitta eshigimiz bor. O'rtada achva qilib bo'lib olar ekan. Buni bo'lib olsa hech narsa bo'lmaydi. Bu terlamaydi, netmaydi. O'rtadan bo'lib qo'yamiz dedi. O'zbekiston bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Vodiy bo'ylab borib o'rnatish ustanobkalari ichida mana bu yoqqa oshxona chiqib ketadigan hotimiz bor ekan. Mana daborlar, hammasini dabori shunaqa bo'ladi mana. Yoqqan bo'lsa bitta like papisga bosib qo'yamiz. Kanalimiz kengroq tarqalishi uchun sizlardan hatto kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Rahmat, kattakon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi xizmatidamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 93 075 87 64. Rahmat, sog' bo'linglar.